Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan man Matyorbek. Tak, hozir Dream loyihamizda dollarga 5 ta, balki bosqichma-bosqich 5 ta tarifcha ishga tushdi. Ana endi bu Period Start hali ishga tushgani yo'q, u endi tushadi. Bu avtoprogramma Miami ishda deb nomlanadi. Avtoprogramma so'zini hamma tushunadi. Balki переход avtomatik o'tish holati. Masalan, bu tarifimizda boshlanishi cash birinchi joyimiz $20 bilan aktivatsiya bo'ladi. Bundan o'tib $100 gift avtomatik ochiladi. Giftdan avtomatik travel $500 ga ochiladi. Traveldan avtomatik avto paketga $2,500 ga ochiladi. Oxirgisi Estate degan paketimiz bu $10,000 bilan avtomatik ochiladi. Endi bu holat marketingda qanday ko'rsatilgan? Masalan, tak, Dream ishimizda rubloviy ishini hamma tushunadi. Balki binarni ikkita joyingiz to'lgandan keyin keyingi etapga o'tadi. Ikkita joyingiz to'lgandan keyin keyingi etapga o'tadi. В общем, kapitalni holati qanday boshlanadi? $20 bilan aktivatsiya bo'ldik. Bizdan keyin ikkita joy bor. Значит, bu ikkita joy $20 bilan yopilgan vaqtda biz avtomatik 2 ga o'tamiz. Значит, ikkinchi joyimiz $40 ga ochildi. Ahamiyat beramiz. Birinchi, ikkinchi joy to'lganda $10, $20 balansimizga tushadi. Yechib olamiz. Biz avtomatik 3 ga o'tamiz. 3 ham boyagiday $60 nakopительni bo'ldi. $120 bilan keyingisiga o'tdik. Значит, ahamiyat beramiz. O'sha mana shu yerdan qiziqarli holat boshlanadi. M2 joyimizdan уже $20 ishladik. Boyagi kiritgan summamizni qaytarib oldik. Bemalol yetib olamiz. Endi M4 ga keldik. Birinchi chapdan joyimiz yopilganda avtoperеход GIF, ya'ni ikkinchi tarifga o'tdik. Klon cashga 24 soatlik balansingizda turadi. 24 soat ichida qayerga xohlasangiz o'sha yerga qo'yasiz. 24 soatdan keyin o'zi avtomatik sizdan keyingi bo'sh joyga yopadi. Masalan, bu partnerga yoki bu partnerga. В общем, sizdan keyingi pozitsiyalarni bittasini yopadi. O'ng tomonimiz yopilgan vaqtda $20 cashback nastavnikka bonus и $80 bizga to'lov. Значит, birinchi tarifimiz $20 bilan ochildi. Ahamiyat beramiz. $100 foyda qildik. $20 nastavnik и plus ikkita. Mana shu $20 dan ikkita M1 joyimizdan обратно kelish boshlanadi. Так, bu уже cash tarifimiz. Endi avtomatik bizda уже gift tarifi ochildi. Gift ham xuddi shunday 4 ta bosqichli. Birinchi joyimiz $100 bilan aktivatsiya bo'lgan vaqtda avtomatik, bu vложение emas, bu o'zi avtomatik $100 bilan avtomatik ochildi. Birinchi, ikkinchi joyimiz nakopительni 2 ga keldik. 2 ni ahamiyat beramiz. Chap tomoni, o'ng tomoni to'ldi. Xod klon, xod kimnidir partneri, xod o'zingiz partneringiz keldi. $50, $100 foydadan yechib olamiz. 3 ga keldik. 3 ta ahamiyat beramiz nakopительni. 3 ta $300 nakopительni bo'lib 4 ga keldik. 4 qaranglar. Qiziqarli holat. Travel tarifi avtomatik ochiladi. GIF, ya'ni shu $100 joyga bitta klon M1 dan boshlanadi. Ikkita klon cash, ya'ni bizning birinchi cash tarifimizga ikkita klon $20 dan $40 ga ketdi. Значит, cashda ham odamlarni tepaga ko'taryapmiz. Tak, o'ng tomonimiz yopildi. $400 balansimizga keldi. Yechib olamiz. $100 nastavnikka и plus 3 ta klon cash tarifiga, ya'ni $20 dan $60 ga birinchidagi cash tarifiga. Mana shu yerda o'zida cash tarifimizga 5 ta klon ketdi $20 dan $100 ga. Tak, bizda endi travel ochildi. Travelga ketdik. Tak, travel tarifi $500 bilan ochildi. Ahamiyat beringlar. Tarif shunchaki 5 ta etap, 4 talik, har bittasida klon, har bittasida to'lov, option tez ko'tarilsa bo'ladi. Ahamiyat bering. $500 bilan ochildi. Tak, chap tomonimiz, o'ng tomonimiz yopildi. Nakopительni $1000 pul bilan 2 ga keldik. Ahamiyat beramiz, 2 da chap tomoni to'ldi, o'ng tomoni to'ldi. Значит, 250, 250, $500 foydadamiz. Foydani yechib olamiz. Avtomatik M3 ga keldik. M3 ahamiyat bering. Chap tomonimiz to'ldi. Ikkita klon cash tarifiga, ya'ni $20 dan. O'ng tomonimiz yopildi.
GIF tarifi, значит, $100 bitta yoqqa klon M1 ga ketdi. Biz avtomatik to'rga keldik. To'rni qaranglar, chap tomoni qiziqarli holat boshlanadi. Avtoperexod, ya'ni avto tarifiga, 4-tarifimizga avtomatik o'tib ketdik. Bitta klon travel, ya'ni shu $500 M1 holatiga и ikkita klon cash tarifda 3-pozitsiyasiga. Ya'ni 3dan 4ga o'tadigan holat bor-ku, o'sha yoqqa ikkita klon berilyapti. Bu klonlarni hammasini 24 soat ichida o'zingiz xohlagan joyga qo'yasiz yoki 24 soatdan keyin sizdan keyingi bo'sh pozitsiyani yopadi. Так, значит, chap tomonimiz to'ldi. Avtoperexod, avto tarifiga ketdik. Travelga bitta klon, ikkita klon M3 pozitsiyasiga. Значит, ikkinchi joyimiz yopildi. $2000 balansimizga yetib olamiz. $500 nastavnikka bitta klon GIF tarifiga M1. Значит, $100 ga GIF tarifiga ketdi. Так, oxirgi заключительный tarifim, oxirgidan bitta oldingi avto tarifimiz. Так, avto tarifimiz уже ochildi. Biz bunga pul ishlatmadik. $12.500 dan o'zi avtomatik ochildi. Chap tomonimiz, o'ng tomonimiz to'ldi. 12.000 deb ham $2.500 bilan. Chap tomonimiz, o'ng tomonimiz to'ldi. $5.000 bilan ikkinchi etapga o'tdik. Значит, qaraymiz. Chap tomonimiz, o'ng tomonimiz to'ldi. 1250, ya'ni $2.500 balansimizga keldi, yetib olamiz. Так, avtomatik 3 ga keldik. 3 ahamiyat beramiz. Klonlarda yog'ishi cho'tkida. Masalan, birinchi cash tarifiga M1 pozitsiyasiga ikkita klon, keyingisi GIF tarifiga bitta klon $100 ga, keyingisi travel tarifini M1 ga bitta klon. Значит, $500, $100 и $60. Значит, 600, так, $640, $20. $640 ga 3 ta klonimiz, 4 ta klonimiz ketdi. Так, o'ng tomonimiz yopildi. O'ng tomonimiz yopildi. Avtomatik o'rtoqlar, avtomatik beri hammasi avtomatik bo'ladi. O'ng tomonimiz yopildi. Klon cash tarifiga 3 ta, klon GIF tarifiga 3 ta deyapman. Qarab turinglar, cash tarifining 3-pozitsiyasiga bitta klon, GIF tarifining 3-pozitsiyasiga bitta klon, travel tarifining 3-pozitsiyasiga bitta klon. Bu четкий движение. Hozir shuni aytib o'taman. Mana shu joy. Так, avtomatik to'rga keldik. To'r ochildi. Ahamiyat beramiz. Avtomatik estati degan tarifi, заключительный oxirgi tarifimiz avtomatik ochiladi. Bitta klon avto, ya'ni mana shu joyda o'ziga $2.500 ga bitta klon. O'ng tomonimiz yopildi. $10.000 to'lov yetib olamiz. Nastavnikka $2.500. Nastavnikka yetib oladi. Tak, endi qaranglar, mana bu yerda 3 ta klon 3-pozitsiyalarga beryapti. Ahamiyat beramiz o'rtoqlar. Avto, tak, travel tarifini 3-pozitsiyasiga yo chap tomoniga yo o'ng tomoniga qo'yib, u partnyoringizni tagi to'ladi, uni kloni chiqadi. Tak, keyingisi GIF tarifini 3-siga, liboyiga, liba nakopительный joyiga qo'yasiz, liba keyingi etapga o'tadigan holatiga qo'yasiz. Bu uchun sakrash holati bo'ladi to'rga. Bomba. Tak, oxirgi tarifimiz estati degan tarifimiz. Estati tarifimiz qolganlariga o'xshab bir xil ishlaydi, faqat summasida farqi bo'ladi. Значит, $10.000 bilan avtomatik переход bo'ldik. Birinchi, ikkinchi joyimiz yopildi, накопительный 2 ga keldik. Ahamiyat beramiz, ikkini chap tomoni yopilgan vaqtda bizga klon akkauntlar chiqadi. Cash tarifini birinchi joyiga ikkita klon, GIF tarifini birinchi joyiga ikkita klon, keyingi joyimiz. Travel'da birinchi joyiga $500 dan ikkita $1000 ga klon, 3 ga keldik. 3 ta chap tomonimiz to'ldi. Cash tarifini ikkinchi pozitsiyasiga bitta klon, GIF tarifini ikkinchi pozitsiyasiga ikkita klon. Значит, ikkinchi joyimiz yopildi. Travel'da 3-joyiga ikkita klon $1000 dan. Keyin bu nimaga bunday holatda klon berilyapti? Bu klonlar avtodan tezroq estati tarifiga boyagi partnerlarni joylarni ko'tarish uchun. Pozitsiyalarga qarasalaring, накопительныйni so'rayapti, klondan klon chiqadigan holat qilyapti, чтобы движение bo'lishini ta'minlayapti. Travel tarifini qaranglar, 3-pozitsiyasiga ikkita klon. Avto tarifini M1 ga bitta klon. Hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Travel'da 3-pozitsiyasi. Так, дальше.
4-chi zakljuch uchun oxirgi etapimizga keldik. Chap tomonimiz to'ldi. Klon Estati tarifini shu tarifga $10,000 bitta любой joyga, partnerlarga, yoki sizdan keyingi pozitsiyalarga bitta klon tushadi. Cash tarifini 3-joyiga bitta klon, gift tarifini 3-pozitsiyasiga ikkita klon. Ideali eng jирный joyimiz o'ng tomonimiz yopildi. $100,000 to'lov yechib olamiz. $25,000 partnerga, ya'ni sizni taklif qilgan odamga avtomatik kuratorskiy bonus nastavnikka, klon avto tarifini 3-pozitsiyasiga. Endi qaranglar, Travel'da 3-pozitsiyasi bilan Avtoni 3-pozitsiyasida klon aytamiz. Masalan, Travel'da 3-pozitsiyasi, ya'ni mana bu joy. Mana bu joyga sizni masalan 4 ta kloningiz mana shu joyga keladi. Любой partner ikkita joyini yopdi, 2 ga ko'tardi. Любой partner ikkita joyini yopdi, 3 ga ko'tardi, 2 ga deyapman. 3 dan 4 ga ko'tardi. Значит, kimnidir to'lovi, ilba kimnidir переходi bo'layapti keyingi Estati tarifiga. Option tarifdan chiqadigan klonlar bomba suradi. Endi Avtoni tushuntiramiz. Avtoda ham 3-pozitsiyaga klon. Ya'ni 3-ni chap tomoni to'ldi, libo o'ng tomoni to'ldi. В любом случае либо klon chiqib partneriga boradi, либо partnerda сразу keyingi etapga o'tkazadi. Общем, движение четкий. Так, общий bu tarifni ichidan ishlaydigan summamiz plus minus emas, adashmasam qayerdadir yozilgandi, $115,000 sal oshiqroq edi, adashmasam. Hozir mana tushuntiraman. Tarif keshdan ishlaydigan summamiz $100, chiste bizniki. Gift tarifidan $500 chiste bizniki. Travel tarifidan $2,500 chiste bizniki. Avto tarifidan 12,500 chiste bizniki. Oxirgisi $100,000 bu bizni foydamiz. 25,000 kuratorda partnerskiy boyagi taklif qilganim uchun oladigan bo'ldi. Bu option adashmasam $115,000. Ha mana. 115,000. Option bitta akkaunt, ahamiyat bering o'rtoqlar, bitta akkaunt birdan birinchi tarifdan to 5-tarifgacha borgan vaqtda avto programmamizda $115,600 chiste foyda qiladi. Option o'rtoqlar, bu tarifda bahosi $20. Kim mana shu holatda четкий mana прям конкретно пошаговый instruksiya orqali как положено bu partnerskiy ishni yuritib, как положено tushuntirib pul ishlashni xohlasa, marhamat kelinglar. Bu joydan pul ishlash mumkin. Ahamiyat beringlar, mana bu tariflarning ichidan bitta premium ochilmagan. Masalan, Dream tarifi mana birdan 13gacha kelgan. Ну и так далее. Hammasida как бы sizishlar bor. Endi данный moment rubloviy joyimizdan men ishlagan summa 504,800 rubl. Значит, ishlasa bo'ladi. Endi teparoqqa qaraydigan bo'lsak, bizda partnerlar juda katta summa ishlagan partnerlarimiz bor. Bu partnerlarda ishlagan summasi и дальше boyagi blagaga berayotgan summalari juda sezilarli, juda konkretniy summalar. Так, в общем, tarif четкий. Avtoprogramma yaqinda start bo'ladi. Перед startdan oldin kim уже ertaroq registratsiyadan o'tib, ertaroq ish bo'yicha interes olib и так далее tushunmoqchi bo'lsa, давайте tushuntiramiz, o'rgatamiz. Endi buni ichida balans to'ldirishni avtomatik P2P bo'limlari ham bor. Rubl bilan dollarda almashtirish holati. Ya'ni balans to'ldirish deyiladi. Так, pulni chiqarishimiz o'sha holatda qolaveradi. Dальше любой summani любойchasiga chiqarib olaverasizlar, problema yo'q. В общем, tarif avtoprogramma четкий. Kelinglar, birgalashib ishlaymiz. Hammaga sog'lik, salomat.